ibn Abdning qiroati. Bir kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib dedi: "Men bir kishining oldidan kelyapman. U odamlarga Qur'onni yoddan aytib turib yozdiryapti." Umar radhiyallohu anhu g'azabga mindilar. U kishiga dedilar: "Qo'y, nima deyotganingni bilasanmi? Men haq gapni aytyapman." Kim ekan u kimsa? Abdulloh ibn Mas'ud. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dedilar: "Bunga undan ko'ra haqliroq kishini bilmayman. Bu haqida senga aytib beraman. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bir ishlari bilan Abu Bakrning uyida tunab qoldik. So'ngra u yerdan chiqdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr bilan mening o'rtamizda edilar. Masjidga yetib borganimizda bir kishi Qur'on o'qiyotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'xtab unga quloq solib turdilar. Men u kishiga: "Ey Allohning rasuli, kech bo'ldi, yuraylik" dedim. Allohning rasuli menga jim bo'l degandek ishora qildilar. Qur'on o'qiyotgan kishi ruku qildi, sajda qildi, so'ngra o'tirib duo qilib istig'for ayta boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga so'ra, senga beriladi deb turdilar. Keyin bizga aytdilar: "Kim Qur'onni yangi nozil bo'lganidek o'qimoqchi bo'lsa, ibn Abdning qiroati kabi o'qisin." Men ham Abu Bakr ham ana shunda Abdulloh ibn Mas'ud ekanini bildik.